Qiyshaygan suyakda qanaqa qilib massaj to'g'irlashi mumkin? Bolaning holati yaxshilanadi, uyqusi yaxshilanishi mumkin. Nevrolog shifokor bilan maslahatlashing. Ko'pchilik ota-onalar davoni faqatgina massajdan qidiradi. Birinchidan, arzonga tushishi mumkin. Massaj doimo davolash taktikasini oxirida turishi kerak bo'ladi. Raxit massajga olib bor. Yaxshi yurmayapti, massajga olib bor. Endi massajda foydali tomonlari bormi? Hamshira bo'ladimi, shifokor bo'ladimi? Har qanday kasallikni massaj orqali davolayman deydi. Qon hamda limfa aylanishini yaxshilaydi. Nima bo'lsa ham massajda bir oy massajga bordik, o'zgarish bo'lmadi deb o'zlari ham fikr aytishi mumkin. Bolalarda suyak mushak kasalliklari, nevrologik, demak, motorikani buzilishga bog'liq bo'lgan kasalliklar ko'p uchraydi. Aynan shu kasalliklarda ko'pchilik ota-onalar davoni faqatgina massajdan qidiradi. Aslida bu juda ham xato tushuncha hisoblanadi. Ya'ni bir narsani yaxshilab bilib olishimiz kerak, massaj davolash taktikasidagi asosiy o'rinda turadigan narsa biz. Biz bo'lsa faqatgina massaj olib yuramiz. Shunaqa patsientlar bor, hattoki gidrosefaliyaga ham, makrosefaliyaga ham, mikrosefaliyaga ham faqatgina demak massajlar bilan demak nazoratda turadigan bolalar bor. Aslida bu juda ham xato. Bir narsani yaxshilab bilib olishimiz kerak, massaj doimo davolash taktikasini oxirida turishi kerak bo'ladi. Ya'ni ma'lum bir kasallik bo'lsa, oldin u demak shifokor tomonidan nazorat qilinadi. Ana undan keyin reabilitatsiya maqsadida, tiklash maqsadida massaj kerak bo'lsa buyuriladi, bo'lmasa u narsa shart ham emas. Ikkinchi masala, misol uchun shunaqa holatlar bo'ladi. Aytaylik, raxit bemor. Raxit bemor qovurg'alari qiyshayib ketgan, shunaqa holatda keladida va bu narsani faqatgina massaj qilib o'tiriladi. Bu juda ham xato. Qiyshaygan suyakda qanaqa qilib massaj to'g'irlashi mumkin? Bu demak, umuman demak, aqlga to'g'ri kelmaydigan narsa. Va faqatgina demak massajdan nima qilishadi? Najot kutadi ko'pchilik ota-onalar. Nimaga? Chunki massaj birinchidan arzonga tushishi mumkin, ikkinchidan qulay va nisbatan xavfsiz deb o'ylagani uchun faqatgina o'shanga olib borishadi. Raxit massajga olib bor. Demak, yaxshi yurmayapti, massajga olib bor. Oyog'ini bosmayapti, massajga olib bor. Gapirmayapti, massajga olib bor. Boshini tutmayapti, massajga olib bor. Hushidan ketib qoldi, massajga olib bor. Suyagi qiyshayib qoldi, massajga olib bor. Hamma narsadan massaj. Bu o'rinda demak, o'sha massaj bilan shug'ullanadigan fizioterapevt shifokorlar ham bir narsani bilish kerak. Ular albatta aytish kerakki, u hamshira bo'ladimi, shifokor bo'ladimi, o'zi demak ortoped shifokor bilan maslahatlashing, nevrolog shifokor bilan maslahatlashing, pediatr bilan maslahatlashing. Ya'ni ulardan keyin demak bizga murojaat qilishingiz mumkin deb aytish kerak bo'ladi. Shunaqa demak massaj haqidagi reklamalarga duch kelasiz, hayron qolasiz. Men deydi, har qanday kasallikni massaj orqali davolayman deydi. Grija bo'lsa ham massaj, spina bifida bo'lsa ham massaj, nima bo'lsa ham massajda. Aslida bu juda ham xato. Odamlar men aytmoqchi bo'lgan narsa nima? Massajga millionlagan pulingizni sarflashingiz shart emas dastlabki holatlarda. Ya'ni oldin shifokorga boring, haqiqatan massaj balkim kerak emasdir, balkim ota-onalar o'zlaring qilishlari mumkin. U massaj misol shunaqa massaj turlari bor, u narsani bir marta ko'rib olganingizdan keyin o'zingiz ham uyda tez-tez takrorlab tursangiz bo'ladi. O'shalar qilamiz. Endi massajda foydali tomonlari bormi desak, ha bor. Misol uchun qon hamda limfa aylanishini yaxshilaydi. Undan tashqari mushaklarga demak foydali, undan tashqari vegetatsiyani ham oz-moz stimullaydi, bolaning holati yaxshilanadi, uyqusi yaxshilanishi mumkin. Lekin bu degani massaj asosiy davo degani emas. Men bugun shu narsani sizlarga tushuntirmoqchiman xolos. Undan tashqari shunaqa holatlar bo'ladi. Demak, motor buzilish bo'lmasa ham, massajga demak buyuradigan ayrim shifokorlarimiz yoki o'sha mutaxassislar bo'lishi mumkin. Bu narsa xato. Massaj aslida bitta zararli, bir xavfli narsa emas, oddiy narsa. Shunchaki sizlar o'sha najotni faqat u joydan kutmanglar va u yerda mo'jiza kutmanglar demoqchiman xolos. Ba'zilar o'zlari ota-onalar aytishi mumkin. Bir oy massajga bordik, o'zgarish bo'lmadi deb o'zlari ham fikr aytishi mumkin. Ba'zi narsalar bolalardagi fiziologik va motor ko'rsatishlar yoshiga nisbatan o'zi yaxshi bo'lisha boshlaydi. Xulosa shundaki, massaj mo'jiza emas. Massaj bu davolash taktikasida asosiy narsa emas. U faqatgina reabilitatsiya nuqtai nazaridan to'g'ri talqin qilinishi kerak. Sog' bo'linglar, bolajonlarimiz kasal bo'lmasin.